Vlog boshladik. Rostdan. Traveling. Assalomu alaykum. Biz birinchi bor umraga ketyapmiz. Patroda ligasi jamoasi bilan birgalikda. Jarayonlar ko'rsatib boramiz. Hozir aeroportdan kirdik. Registratsiya birinchi so'mkalarda alohida qilib olishar ekan. Keyin yana chegarasini o'tasizlar ekan. Qiziq jarayonlar. Biratim taassurotlar. Birinchi marta chetga chiqdingizmi? Yo'q, ikkinchisi. Qayerga chiqasiz? Umraga birinchisi. Oldin qayerga chiqasiz? Turkiyaga. Kazolar. Sendan yana avtobusga chiqdik. Esdalikka. Voy, alhamdulillah. Ko'tariladi ya. Voy. Taassurotlar. Qulog'im bechib qoldi. Taassurotlar go'zal. Go'zal. Juda go'zal. Yana ham balandlatyapmiz-a? Pasayapmiz. Yo'q, ko'tarilyapti bu ham. Pasayapmiz. Aytamaga qadar. Voy. Voy, burilishni qarang. Larzaga chiqishsin. Bizmi? 40 kishi bo'lsa kerak. Yartilgan. Qarshi zarishda Qars degan uni ham qo'ygan. Xonimlar va janoblar, samolyotimiz Medina aeroportiga kelib qolsa, mahalliy vaqt bilan soat 5dan 8 daqiqa havo harorati 33 daraja hisoblanadi. Sizning va atrofingizdagilarning xavfligi uchun samolyotda dastlab kamarlarda qolsin, to'plash va qo'ychuniga qadar o'lchangiz o'tirmaslikni xavfsizligi amalda ishlaydi. Mana shu narsa orqali tushlar ekan. Ochilguncha tikka turibmiz, o'tirib kuchalar ham bo'lar ekan. Narsalar kelar ekan. Assalomu alaykum. Biz mana soat salkam 6 yoki 7 jamoat bilan yetib keldik. Madina-i Munawvara. Go'zal. YouTube'ga esdalik Asadbek aka. YouTube uchun qaraganingizda ko'rib o'tirasiz inshaalloh. Yalla haji, yalla. Haji. Haligi azet aytib qo'yibdi ekan. Inshaalloh azetni qilib
payg'ambarimiz qabrlari sallallohu alayhi vasallamga barchani olib salomlar yetkazdik. Kaminamiz. Barcha yaqin birodarlarimizni Alloh taolo shu joylarga kelishlikka nasib qilsin, yetkazsin. Alloh taolo o'zi chiqarsin. Hop, bu masjid Uhud tog'oni yonidagi Uhud jangida shahid bo'lgan 70 ta sahoba ikromni qabrlari shu yerda joylashgan. Shu joyda kamonchilar bo'lgan edi, 50 ta kamonchi. Va mana shu masjidda namoz o'qib oldik. Ehsonga suvlar ham bor ekan shu masjidda. Lekin hammani jamlab olib keldi. O'sha yerda qilgan borligi go'zal safar bo'ldi. Uhud tog'i. أشهد أن محمدًا رسول Halil yapılyaptı. Assalomu alaykum. Asadbek aka bilan biz. Hop. Bizdan o'zbeklardan kelganlar uchun g'alati tuyuladigan holatlar boshqa mazhab bo'lganligi sababli. Hop, nimalar deyiladigan bo'lsa, birinchi masala hop, har bir farz namozdan keyin biroz vaqt kutiladi. Taxminan 1 daqiqa, 2 daqiqa kutish kerak ekan. Sababi janozalar juda ko'p o'qilar ekan. Ya'ni har bitta farz namozdan keyin shu janoza namozlari bor ekan. Masalan, peshinda bo'lmadi shekilli, asr bilan shomda shu janoza namozi o'qildi. Shunga e'tiborli bo'lsanglar bo'lar ekan. Hozir mana tungi sakinat bir fayz sizlarga ko'rsatamiz. Xo'p, yana bitta narsaga e'tibor berib qo'yishinglar kerak. Ya'ni ravza bor. Ya'ni shu Nabaviy masjid ichida ravza deb ataladigan joy bor. Ya'ni jannat bog'laridan biri deb ataladi. U joyga kirish uchun shu bir ilova bor. Mana shu joyda chiqadi. Shu ilovani tortib kirishinglardan oldin joylarni, ya'ni kirish vaqtini bron qilib qo'ysanglar bo'ladi. Har kunlikka bron qilsanglar bo'ladi, xohlasangizlar. Ayollar tarafi tomonga ekan.
Assalomu alaykum. Shukron. Assalomu alaykum. Shukron. Xo'p, namoz o'qigandan so'ng yoki namozdan oldin xo'p, Masjidul Nabaviy bo'ladigan bo'lsa, mana shu bu joy mana Ravza. Juda ko'p joyda bor. Mana qarang. Shu hammasi haqiqiy Zamzam suv. Mana shunisi notqol degani sovuq bo'lmaydi, qolgan hammasi sovuq bo'ladi, muzdekkina. Agar illatib ichaman desangiz, issig'idan, sovuq bo'lmaganidan, sovug'idan aralashtirib ichsangiz ham bo'ladi. Hozir biz asr namozini jamoat bilan o'qidik. Yana bitta e'tibor berish kerak bo'lgan narsa, bu yerda asr namozi odatdagidan ko'ra ertaroq o'qiladi. Vaqtida batafsil tushuntirib o'tamiz alohida. Shu qorovul akalardan so'radim. Usmon Roziyallohuni xabarlari qayerda joylashganini so'rasam, biz bilmaymiz. Faqat Alloh taolo biladi. Lekin mana shu joyda joylashgan xabarlari deb aytishdi. Umumiy haqlarga inshaalloh duo ketilaveradi. Endi to'g'ri guruh o'ng tarafdan tashqariga chiqib yana qaytarish kerak. Juda ulkan qabristonlardan ekan. Hozir Makka Mukarramaga, Madina Munavvaraga ketyapmiz. Poyezdda. Shu vokzal ekan. Ahli jamoa bilan yo'lga chiqdik. Inshaalloh jarayonlarni yana ko'rsatib boramiz. Poyezdlar qanaqaligini. Hop, tezyurar poyezdlari. Hozir poyezdga chiqib oldik. Qolganini videoda aylantirib sizlarga tushuntiraman. Mana shu ketayotganimiz joyimiz miqot hisoblanadi. Bu joyda shu umra uchun niyat qilinadi. Maxsus duolari bor. Duosini qilganingizdan keyin labbayk Allohummani bitta aytib qo'yishingiz kerak bo'ladi. Va niyat qilganingizdan so'ng ana shu joyda namoz o'qisangiz bo'ladi. Namoz o'qish sharoitlari bor. Yo bo'lmasa joy namoz olasizda, joy namoz o'qib qo'yib o'qib olasiz. Sizni bu yerda mana shu joyda bular qaysi tarafdaligidan ko'rsatib qo'ygan. Ob-havo gradislari, bu yerda poyezdda necha kilometr soat tezlikda ketayotgani, nechanchi vagonligi. Hop, keyin ana shu joyga e'tibor beradigan bo'lsangizlar, bu yerga katta jamoatlar to'planishlar, tepaga kichkina sopkalarni, ryukzaklarni qo'ysalar bo'ladi. Hop, sharoitlar qanaqa? O'rindiq, bu yerga suv ko'l non-pollarni qo'ysalar bo'ladi. Bu tarafda oyoq uchun va bu tarafda menimcha chiqindilar uchun joy bor. Ob-havo gradus qanaqa deyiladigan bo'lsa, salqin, ichkari kichkina mazab ketsa bo'ladigan sharoit. Shu labbaykani aytib ketsa bo'ladi. Mana shu bizning hamrohlar. Hamma ketayotganlarda ibodatlari ilohim qabul bo'lsin. Allahumma labbayk Labbayk Allahumma labbayk labbayk la sharika lak labbayk Labbayk la sharika lak labbayk Innal hamda wan ni'mata lak wal mulk la sharika lak labbayk Allahumma labbayk Labbayk Allahumma labbayk labbayk la sharika Mukarrama
Maşallah, yetib keldik. Ahli jamoat. Orqamizda turgan soat minora. Faqatgina ekranda kirsa bo'ladimi deydi. Oddiy kimga ham kelsa bo'lar ekan, faqat shu ikkinchida chiqish joy ekan. Biz soat ichiga girdik. Pasportlarimiz. Soat ichi mana. Sitimolga o'xshar ekan. Asadbek aka. Ka'batulloh qo'shilgan. Billur masjid ekan. Ka'batullohga qo'shilgan. Masjid hisoblanar ekan. Mana soatimiz bu tarafda. Ka'batulloh bu tarafda ekan. Bir ülke manelarda qurilish bo'lyapti. Nimani 15-etajda turib o'qisangiz ham interkontinentalda haram ishlar o'qisangiz ham ko'rasiz. Bo'laveradi. Hozir bu yerda ichkarida yo'lga aylanadigan-a? Bizni xonada emas ekan, boshqa bir Ichkari qismlar mana zamzam suvlar. Qurol-qurollar. Maşallah. Juda katta. Biz Masjidul Haromning tepasidamiz. Ka'batullohning tepadan ko'rinishini ko'rsatamiz sizlarga. Mana ko'rinmaydigan joylari bo'lmish bo'ladi. امال الاداره دول شويه ده من بعيد يعني في الدور اللي فوق Ashadga kirsak bo'ladimi? Orqasi o'qiydimi? Xo'p. Masjidul Haromni mana iftorlikka narsa tarqatishadi. Masjidul Nabaviyda ham tarqatishardi, faqat bu yerda faqat odamlar o'zlari bu yerda shu xodimlar tarqatishar ekan. Mana hozirda ko'rsatib o'taman. Mana shu yerda mana tarqatyapti. Deyarli hammaning qo'lida bor. Ro'za tutganlar bemalol ro'zasini o'tsa bo'ladi. Ichida nima borligini alohida raspakovga chek qilamiz inshaalloh. Ibodatlaringiz qabul bo'lsin. Janoza namozi. Allohu akbar. Allohu akbar. Ro'zaga yo'qladi. Bugun juma. Odamlar Masjidul Haromga, Ka'batulloh yonida namoz o'qishni ati juma kuni ham kelishar ekan. Xo'p, shu sababli erta 10da 9:30larda chiqqaninglar yaxshi agar Ka'baning ichida o'qimoqchi bo'lsanglar. Xo'p. Mana shu soat minora bo'ladigan bo'lsa, Ka'batullohning ichiga mana shu katta eshikdan kirsanglar bo'ladi. Nay tarafda ikkinchi eshikka chiqish joyi. Xo'p. Kim shu to'ra kelsa yaxshiroq
joy egallaydi. Biz endi hozir taxminan tavof qilib, hop o'tirsak kerak. Yana bitta muhim masala, bu yerda juma vaqti erta kirilar ekan. Ya'ni soat 12 da azon aytilar ekan. Shu sababli sizlar 12 dan keyin sunnat o'qimanglarda. 12:20 xutba uchun takbir aytilganda shu azon vaqtini o'zida inshaalloh ulgusizlar bo'ladi. Mana shu ishdan kiradi, bu yerdan chiqish ekan. Suratlarni aytib beray. Hamma yig'lab ketyapti. Mana shu joyda hammamiz yig'layapmiz-da. Birinchi marta kelayotganlar. Shu ustozlar boshlar pastga tushinglar dedi. Pulni faqat yig'i. Boshqa hech narsa kelmaydi. Bu hisni inson hayotida bir marta his qilsa kerak. Balki ikkinchilarida ham bo'lar, uchinchilarida ham bo'lar. Tasavvur qilinglar, sizlarga hozir shu emotsiyani qilib ko'ramiz. Hozir mana pastga qarab ketyapsizlar. Yoki qo'linglarni qo'yib mana tasavvur qilamiz, pastga ketyapmiz. Bu yerda kirganinglarda mana ko'rmaydigan holatda men birinchi marta kirishim, ko'zimni ochib eskalator bor edi, pastga tushadigan. Xo'p, ushbu videoni ko'rayotganlarga tavsiya, masalan, mabodo shunaqa juma vaqtiga to'g'ri kelib bo'ladigan bo'lsa va qator bo'ladigan bo'lsangizlar, nafl namoz deymizmi, o'shani o'qimay tursizlar, menimcha yaxshi bo'lsa kerak. Yaqinroq o'qisanglar yaxshi, chunki mana odamlar qatorlardan yurishadi-da. Shuni yoningizdan o'tib ketishaveradi. Har xil joylardan odam kelgan, shu sababli bunaqa vaziyatlar bo'ladi. O'shanga uncha e'tiborli bo'lasizlar. Inshaalloh bugun mana shu joyda namoz o'qishlik nasib qilgan, barchaga kelib namoz o'qishlik nasib qilsin. Amin. Mana shu joy ham Ka'batullohning cheklari nasib. Alloh nasib qilgan bo'lsa kirishimiz mumkin. Tarnov yo'lamiz. Hazrat qaranglar mana. Menimcha o'zbek. Ko'ylagidan bildim. Ustozni ko'ylagan ehrom ham xuddi shunaqa oy bilan yulduzi bor. Alloh taolo rozi bo'lsin. Hammani yozgan. Maşallah. O'zbek 100%. Çok xutba o'qiladigan joy. Birodarlar, ayollarga e'tiborli bo'linglar. Bu yer juda nima, muqaddas joy, lekin ayollar uchun emas-da. Qarang, o'sha keladi, erkak gapishib ketaveradi. Juda yomon narsa-da, sunnat qilaman deb bir o'ta yomon og'ir gunoh ish qilib qo'yishlik mumkin. Men o'zimga просто challenge qilyapman. Hozir necha minutda bora olaman ekan deb. Lekin bu yaxshi narsa emas. Xo'p, xullas ayollarga ehtiyot bo'ling, bu qaranglar mana. Shuni erkaklar harakat qiladi, o'zini asrashga, himoya qilishga, lekin baribir ilojsizlikdan tegib ketishadi-da. Shu sababli ehtiyot bo'ling yaxshiroq. Impossible xullas. O'chirib qarang. Tepada emas, pastda. Hop. Tepadan video mashinaga tepaga chiqmadik. O'chirib juda ko'p ekan. Bir kun umrimiz ketib qoladi. Dedi Amindan so'rovlar o'ta nihoyatda kuchli edi, lekin dedi faqat ilmda o'zlikda odam farq qilmaydi ekanda. Amin bu adashmasam tepa, ikkinchi qavat. Mana shu joyda ham tavof qilsanglar bo'ladi. Aravachalar bor, arendaga qilsanglar bo'ladi. Tepada mana elektronik tavof qilsa ham bo'ladi. Keyin namoz vaqti kelganda mana shu joyda tavofda yoki boshqa namozda qilsanglar bo'ladi. Mana alohida joylar bor. Bu yer ham namoz uchun adashmasam ayollar shu joyda o'qiydi, erkaklar tashqarida. Hop, bizni o'zbeklarda men juda kam ko'rdim. Ko'rgan bo'lsam ham alhamdulillah juda go'zal holatda hayo bilan, taqvo bilan go'zalliklarni ko'ryapmiz.
Allohga hamdard aytamiz bu holatga. Hop. Ana bu yoshlarda ham 17 lari bor ekan, iPhone 7. Mana shu joyda Allah'ın peygamberi Adem selam onun üzerine olsun. İnsanın yaratılışından önce Allah ilk ondan önce hiçbir maşallah. Güzellik. Sit please. Favora. Mount Kenya is 1,700,000 then Mount Kenya is 1,770,000 kub. 604 metr balandlikda yaxshi ekan. 200 metr kvadrat ekan. Kichkina ekan kvadrat. Doğru 18 metre. Vay maşallah. Bismillah. Tushga tuxumini davay ana. O bir paslidan qaranglar. Narigi mahallaga o'tib ketmanglar. Bu haqiqiy toshmi? Bitta meni olib. 1-2 so'm. Habibulloh. Bitta, kichikka. Ha, birga o'tkazib oldim. 1x. Video qilammi yo rasmmi? Yavaş yavaş abi çıksın. O'zi video ketayotgan ekan. Har doim mehmonlaringizni ikrom qilasiz va muhtoj yordamga tez ko'rsatishga yordam berasiz. Mana shu narsalar aytib hadislar bo'lsa, ayol kishi shohiy paytlarga ketish kerak. Okay, here you see how Quran was written. How Quran was written at that time of Prophet was written without vowels, without tashkilat, fatha, kasra, dhamma. Actually, original one is Uzbekistan. Yeah. We saw original one. Yeah, mashallah. Usmon ibn Affon Hazratni eng birinchi Qur'oni Karimni ko'chirganligisi mana shunday. Hazrat aytayapti, harakatsiz. Zamma, tashdid, fatha, kasra yo'q deb. Mashallah. Ular o'qishga quvvatli bo'lgan, lekin ajamlarga ham tarqagandan keyin bizga o'xshagan Sahih Buxoriy. The one who collected Bukhari is Imam Bukhari. Collected Sahih Bukhari is Imam Bukhari. Was from Uzbekistan. Collected many hadith from Prophet Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Originalni kopiyasi ekan shu. Hamma shuni eshitdi. Abdurahmon ustoz qani? Tez keling, siz konsertingiz bo'lyapti. Tez keling. There was a woman from Pakistan embroidered the Quran, stitched the Quran by her hands. She started in 1987 and she finished it in 2018.
It means she did it in 32 years. Qani, haydar. Hoy. Cheringi. Pokistondan bir ayol ismi nima edi? Nasim Axtar degan. Nasim Axtar sarkam qarang 87-yil boshlagan, 2018-yil tugatgan. Qo'lda tikib chiqqan Qur'oni Karim. Pokistonlik bosma bu. Qarang, men o'qiydigancha. Qo'lda Allohu akbar. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين. Kızlar maktab forması bo'lsa kerak. Go'gi ham bor ekan. O'zbekistonlik yoshlar. Mana piknik qilsa bo'lar ekan. Voy. Voy maşallah, ama bizi joymi bu? Endi o'ylashib o'tdik. Piknik dada. Qale. Chetda o'tirishda orzu qilgandim. Alifan ko'rinmayapti. Qiziq berdi. Suv sepadigan joy. Ey, qandaysizlar? Piknik. Piknik dadasi desam, dadalar. Soat ertalabki 3:31. 3:30. Tahajjudga ham azon etiladi. Adam juda ham ko'p. İnşallah bugün oxirgi kun soat 11'da 12'da o'sha tark etamiz ekan. Tovoqqa ehtiyot bo'linglar, tovoqqa. Tahajjud vaqti odam kam bo'lar ekan. Yana bitta holat tushuntiramiz. Hop, hozir mana peshin vaqti. Bu birinchi qavat. Yani tepa deyiladi. Mana hozir keyin ham tovoq so'ragan holatda. Hop, shunaqangi vaziyatda. Hop, ana yerda birinchi tovoq boshlanadigan joy bo'lsa, juda tiqilinch bo'ladi. Sababi nariga taraflar bo'mbo'shligi sabab. Ya'ni odamlar ozgina harakat qilib nariga tarafga o'tsa, bemalol nariga tarafda bo'mbo'sh o'qsa bo'ladi. Uni ham hozir ko'rsatamiz. Taraflar bo'mbo'sh. Juda keng. Nariga tarafda yurib bo'lmayapti odam. Yana keluvchilarga tavsiya mana qilib odamlar yuradigan joyda o'tirmagan yaxshi. Yashil chiroq kelganda qo'llarni o'pib, tepaga ko'tarib bismillohu akbar deb qo'yishlar kerak. Nay tarafda xuddi shunaqa qilib ayol o'tirib oladi. Endi o'zbeklar unaqa o'tirib olmaydi. Alhamdulillah. Bizda Rifat boshqalarni o'ylashlik yaxshi. Boshqa holatlarda kuzatishimiz mumkin. Bu yo'l qisqartiriladi-da. Kuruk uzayadi. Misol uchun 1 metr bu yoqqa ketsa ham hisoblabsiz o'rtacha 100-200 metr qo'shilib ketadi. Misol. Shuning uchun imkon qadar bu tarafga o'tirganlar bu tarafga o'tib olsa yaxshi. Ayollar bu chegaraning nariyog'ida bo'lsa yaxshi. Sababi namoz o'qiyotganda kimdir oldin o'tib ketadi bu yerda. Hamma joydan bo'lganligi uchun shuni namoz o'qiyotganingizda oldingizdan o'tib ketaveradi. Shuning uchun imkon qadar o'zingiz ehtiyotlash kerak, boshqalarni ehtiyotlash kerak. Shunaqa gaplar. Mehrom o'yinda ham bu material emas, bundan yaxshi. Sababi terlab ketsa odam yuz bilinib qoladi. Shu sababli imkon qadar o'ta yo'qqa, hozir sig'ib yo'qqa material olmagan nima toza. Aytganimda bunaqa o'tirib olmaslik kerak. To'g'ri, yomon ishlashmayapti, Qur'on o'qishmayapti. Qur'on o'qishyapti, boshqa qilishyapti. Lekin bu taraf bor mana. Bu taraf bor.
shu tarafa qilish kerak. Yangi keladiganlar uchun. Bizgalarda o'zi bunaqa aytmasa ham bo'laveradi. Alhamdulillah. Biz yuguryapmiz. Shunga bugun oxirgi kunimiz. Ushbu video umra safarini maqtanishlik uchun umraga kelganimizni ko'rsatish uchun emas. Kimdir ushbu joylarni sog'ingan bo'lsa, ko'rsa, eslasa, xursand bo'lamiz. Hech qanaqa bir yon maqsadda qilmadi. Hammaga mana shu daryoga kelib ibodat qilishlik, o'zlari, oilalari, yaqinlari, do'stlari, birodarlari bilan birgalikda toat ibodat qilmoqlik nasib etsin. Eng yaxshi maqomlarda, eng go'zal holatlarda ibodat qilishlik nasib etsin. Hay area deb yozib qo'ygan. Shu joyda Allohumma inni as'aluka afwa val afiyata fid dunya va fil akhirah. Robbana atina fid dunya hasanatan va fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar. Va adkhilal jannata ma'al abrar. Ya aziz, ya g'afur, ya robbil alamin. Deb borguncha, yashil chiroqgacha borguncha aytsizlar bo'ladi. Yetib borgandan keyin shu qo'l pastlarda qo'l ko'tarib bismillah Allohu akbar deb aytsizlar bo'ladi. Bismillah akbar. Bismillah akbar. Bismillah akbar deb uch marta. Zamzamlarga e'tiborli bo'linglar. Qo'ldan ichmanglar. Kasal bo'lib qolasizlar. Bu havo juda o'zgaruvchandir. Biri salqin, biri issiq, biri salqin bo'lib tomog'inglarni bir pasol o'tkazdi. Shu sababli imkon qadar chaqib ketgan taqdirlarda not cold eng yaxshi variant. Not cold ichamiz. Mana shu temirli joylarda baklashga yoki nima to'ldirsanglar, to'ldirmasanglar bo'ladi, cheksiz. Lekin bunaqa idishlarda to'ldirmanglar. Sababi bu zamzamni tashib yuruvchi insonlarga ham sabr ketib qoladi. Bir pasda tugab qoladida, yana qayta to'ldirish kerak. Shu sababli faqatgina chanqoqni qondirishga foydalanamiz. Narigi temirlidan esa idish bo'lsa, idishlarni to'ldirsak bo'ladi. Odamlar keyin suvni ichida suzib ketdi uyga. Mashallah harakatlanmaslik uchun. Biz hali ham mana boshqa bilan birga oldik. Shu bilan mana safarimiz ham o'z nihoyasiga yetdi. Xayr Jidda, xayr Makka, xayr Saudiya Arabiya. Надо утверждать при покидании самолета.